E'tiboringizni mana shu suratga qaratmoqchiman. Suratda siz nimani ko'ryapsiz? Albatta pichoq bilan tahdid qilayotgan insonga ko'zingiz tushayotganligi aniq. Lekin aslida voqea mana bunaqangi ko'rinishda bo'layotgan bo'lsa-chi? Bilasizmi, bu video bilan nima demoqchiman? Hozirgi kundagi ommaviy axborot vositalari mana shunaqangi ko'rinishga kelib qoldi. Yolg'on narsani haqiqat, haqiqat bo'lgan narsani esa yolg'on sifatida ko'rsatadigan qulay maydonga aylanib qoldi. Siz bir voqeani ko'rar ekansiz, bir voqeaga ko'zingiz tushar ekan, u voqeani siz filtrlamasangiz, siz u voqeaga nisbatan xolis yondashmas ekansiz, ijtimoiy tarmoqlarda chiqayotgan har qanday videolarda, har qanday ma'lumotlarni noto'g'ri talqin qilishingiz mumkin. Mahatma Gandini bir gapi borda, ko'chada shamol bo'layotgan bo'lsa deydi, derazamni ochib ham qo'ya olmayman, yopib ham qo'ya olmayman. Agar ochib qo'yadigan bo'lsam, ichkarini chang qoplaydi va ichkarini tozaligiga putur yetadi. Agar derazamni yopib qo'yadigan bo'lsam, ichkariga havo kirmaydi. Dunyo shiddat bilan rivojlanayotgan ekan, biz ijtimoiy tarmoqlardan uzib ham qo'ya olmaymiz o'zimizni. Sababi xuddi deraza singari. Agar derazani yopib qo'yadigan bo'lsak, ichkariga toza havo kirmaydi. Agar ochib qo'yadigan bo'lsak, tashqarida bo'layotgan shamol ichkarini chang-to'zonga aylantirishi mumkin. Bizga hozirgi kunda mana shu ma'lumotlarni tekshirish, filtrlash naqadar zarur. Ijtimoiy tarmoqlarni xuddi magazinga o'xshatish mumkin. Siz katta magazinga kirib, o'zingizning ehtiyojingizdan kelib chiqib nimani qidirsangiz, xuddi shu narsani topasiz. Ijtimoiy tarmoqlar ham xuddi shu singari. Siz nimani qidirsangiz, ana shu narsani topasiz. Bundan bag'iga ijtimoiy tarmoqlar rivojlanaveradi. Biz ma'lumotlarni filtrlashni o'rganishimiz kerak.